Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 12 iyuldan boshlab barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartib va kutilayotgan syurpriz haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki u pensiya oladigan ota-onangizga, bu bobongizga, qo'shningizga yoki o'zingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, ayrim pensionerlar qo'shimcha pul olishi. Ayrimlar esa hujjatlar yoki bank ma'lumotlari to'g'ri bo'lmasa, to'lovda kechikishga duch kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy aniq misol bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? 12 iyuldan keyin nima o'zgaradi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Va qanday hujjatlar tayyor turishi lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday foydali ma'lumotlarni o'z vaqtida bilish ko'p hollarda pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi. Ko'pchilik pensionerlar har oy bitta narsani kutadi. Pensiya o'z vaqtida tushdimi, miqdor o'zgarmadimi? Bank kartaga keldimi yoki naqd pul qilib yetkazildimi? Lekin amaliyotda shunday holatlar ko'p uchraydi. Kimdir pensiyasi nega kam tushganini bilmaydi. Kimdir qo'shimcha ustama olish huquqiga ega bo'lsa ham ariza bermagani uchun yillar davomida pulini olmay yuradi. Kimdir manzili o'zgargani yoki pasport ma'lumoti yangilangani sababli to'lovda muammoga duch keladi. Avvallari ko'p masala qo'lda tekshirilar edi. Pensionerning ish staji, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi, yoshga doir pensiya, imtiyozli toifaga kirishi yoki kirmasligi alohida hujjatlar asosida ko'rib chiqilardi. Bir idoradan ikkinchi idoraga ma'lumot so'ralardi. Ba'zida pensionerning o'zi bir nechta joyga borib ma'lumotnoma yig'ardi. Masalan, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi arxiv ma'lumoti, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, bank rekviziti, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa yoki vasiylik hujjatlari talab qilinardi. Endi 12 iyuldan keyingi asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya to'lovlari ma'lumotlarni tekshirish va ayrim qo'shimcha to'lovlarni aniqlash jarayonida elektron bazalar roli kuchayadi. Ya'ni davlat organlari pensionerdan har bir qog'ozni qayta talab qilmasdan mavjud bazalar orqali ma'lumotlarni solishtiradi. Bu yaxshi tomoni. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazadagi ma'lumot xato bo'lsa, eski pasport ma'lumotlari qolib ketgan bo'lsa, bank kartasi yopilgan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, muammo paydo bo'lishi mumkin. Men buni yangi syurpriz deb atayman. Chunki ko'pchilik uchun bu ijobiy bo'ladi. Qo'shimcha to'lov avtomatik aniqlanishi, pensiya qayta hisoblanishi, to'lov tartibi qulaylashishi mumkin. Ammo tayyorgarliksiz odam uchun bu kutilmagan muammoga ham aylanishi mumkin. Birinchi o'zgarish. Ma'lumotlar ko'proq elektron tarzda tekshiriladi. Ya'ni pensionerning shaxsiy ma'lumoti, bank hisob raqami, pensiya turi, nogironlik holati, ish staji, vafot etgan o'quvchi haqidagi ma'lumotlar. Ayrim ijtimoiy toifalar bo'yicha ma'lumotlar mos kelishi kerak. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, pensioner ortiqcha yugurmaydi. Ikkinchi o'zgarish, ayrim pensionerlar uchun qayta hisob-kitob ehtimoli paydo bo'ladi. Masalan, oldin ish stajining bir qismi hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Arxidan ma'lumot topilgan bo'lishi mumkin. Ayol kishi farzand parvarishi davri bo'yicha hisobga olinadigan davrni kiritmagan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat, zararli ish sharoiti, imtiyozli lavozim yoki nogironlik guruhi o'zgarishi kabi holatlar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Uchinchi o'zgarish, bank kartaga to'lov oladiganlar uchun rekvizitlar to'g'riligi juda muhim bo'ladi. Kartaning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, karta yopilgan bo'lsa, bank filialida hisob raqami o'zgargan bo'lsa, pensiya kechikishi mumkin. Ko'p odamlar karta qo'limda turibdi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'lishi yoki hisob faol emas bo'lishi mumkin. To'rtinchi o'zgarish, naqd pul olib kelinadigan pensionerlar ham o'z manzilini yangilab qo'yish kerak. Agar pensioner boshqa mahallaga ko'chgan bo'lsa, vaqtincha farzandinikida yashayotgan bo'lsa yoki ro'yxatdan o'tgan manzili bilan haqiqiy yashash joyi boshqa bo'lsa, yetkazib berishda chalkashlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va uzoq qishloqlarda yashovchi pensionerlar bunga e'tibor berish kerak. Birinchi toifa, yaqinda pasport yoki ID kartasini almashtirganlar. Masalan, 7000 yoshli otaxon pasportini ID kartaga almashtirdi. Lekin pensiya bo'limiga xabar bermadi. Bankda eski pasport raqami, pensiya tizimida esa boshqa ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda to'lov butunlay to'xtaydi demayman. Lekin tekshiruv cho'zilishi
Bankda identifikatsiya muammosi chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa bank kartasi muddati tugaganlar. Misol uchun onaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati iyun oyida tugagan. Lekin u pul baribir tushaveradi deb o'ylaydi. 2 yildan keyingi to'lovda esa bank karta faol emasligini ko'rsatishi mumkin. Natijada pul ajratilgan bo'lsa ham pensioni uni vaqtida yecha olmaydi. Shuning uchun kartaning muddatini hoziroq tekshirish kerak. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar tibbiy xulosa muddati guruhning tasdiqlanishi, qayta ko'rik sanasi bilan bog'liq ma'lumotlar bazada yangilanmagan bo'lsa, savollar paydo bo'ladi. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro qayta ko'rikdan o'tgan, lekin ma'lumot elektron tizimda kech aks etgan. Bunday paytda odam nega pulim kechikyapti deb hayron bo'ladi. Aslida muammo ko'pincha hujjatning o'zida emas, ma'lumot almashinuvida bo'ladi. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar. Bu yerda farzandning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi, nikoh holati kabi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, 12 yoshdan oshgan farzand oliygohda kunduzgi bo'limda o'qisa, ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumot yangilanmasa, to'lov bo'yicha savol tug'iladi. 5-toifa ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjati topilgan pensionerlar. Ko'p odamlar Sovet davridagi ish joyi yopilib ketgan, arxivda ma'lumot yo'q deb o'ylaydi. Lekin ba'zida arxivdan ish haqi yoki staj bo'yicha ma'lumot topiladi. Agar bu ma'lumot pensiya hisobiga ta'sir qilsa, qayta hisoblash so'ralishi mumkin. Birinchi misol, 16 yoshli ayol 9 ming so'm pensiya oladi. U 1992-1998 yillarda tikuvchilik korxonasida ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda o'sha davr bo'yicha arxiv hujjati topilmagan. Keyinroq korxona hujjatlari tuman arxivga topshirilgani aniqlanadi. Agar u arxiv ma'lumotini olib pensiya bo'limiga topshirsa, staji ko'payishi yoki ish haqi ko'rsatkichi hisobga olinishi mumkin. Natijada pensiya 9 mingdan 1 million mingga yoki 1 million 2 mingga ko'tarilishi ehtimoli bor. Men aniq shuncha oshar deb aytmayman, chunki har bir hisob kitob individual. Lekin hujjat topilishi real pulga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi misol, 2 yoshli otaxon pensiyani naqd oladi. U qishda qizining uyida, yozda esa o'z uyida yashaydi. Ro'yxatda bir manzil, haqiqiy yashash joyi boshqa. To'lov olib keluvchi xodim belgilangan manzilga boradi. Otaxon u yerda bo'lmaydi. Keyin pensiyamni bermadi degan norozi gap chiqadi. Aslida to'lov tizimi noto'g'ri ishlamagan, faqat manzil ma'lumoti aniq emas. Bunday holatda mahalla yoki pensiya bo'limi orqali haqiqiy yashash joyini aniqlashtirish kerak. Uchinchi misol, pensioner onaxon kartasini o'g'liga berib qo'ygan. O'g'li pulni yechib beradi. Lekin karta muddati tugaydi. Bank yangi karta chiqarish uchun pensionerning o'zini chaqiradi. Onaxon esa yura olmaydi. Shunda muammo kelib chiqadi. Bunday vaziyatda oldindan bankka murojaat qilib, ishonchnoma, uyga xizmat, vakil orqali rasmiylashtirish imkoniyatlarini aniqlash kerak. Eng katta xato kartani norasmiy ravishda boshqalarga berib qo'yish. Bu xavfli, chunki pul yo'qolsa isbotlash qiyin bo'ladi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 19 yoshda. U kollej yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qiydi, lekin o'qish joyidan ma'lumot vaqtida yangilanmagan. Tizim uni ishlayotgan yoki o'qimayotgan deb ko'rsatishi mumkin. Natijada to'lov to'xtashi yoki tekshiruvga tushishi ehtimoli bor. Bunday holatda talaba o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga yoki MyBank uz orqali elektron murojaat yuborishi kerak. Agar sizning pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turida o'zgarish bo'lmasa va har oy pulingiz muntazam tushayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. 2 iyuldan keyingi jarayon sizga asosan qulaylik olib keladi. Ya'ni ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Sizdan keraksiz hujjat talab qilinmasligi mumkin. Lekin men baribir har bir pensionerga 3 narsani tekshirishni maslahat beraman. Karta muddati, telefon raqam, shaxsiy ma'lumotlar. Chunki ko'p xabarlar SMS orqali keladi. Agar bankdagi telefon raqami eski bo'lsa yoki farzandingiz nomerida bo'lsa, siz muhim xabarni ko'rmay qolishingiz mumkin. Endi eng muhim, ko'pchilik bilmaydigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi hammaga bir xil bo'lmaydi. Internetda 12 iyuldan hamma pensionerga falon so'mdan qo'shiladi degan gaplar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman.
Har qanday qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash aniq asosga bog'liq. Staj, ish haqi, pensiya turi, nogironlik holati, imtiyozli toifa, yosh, hujjatning mavjudligi, bularning hammasi hisobga olinadi. Ikkinchi nozik jihat. Qarzdorlik yoki ushlab qolish masalasi. Ba'zi pensionerlar aliment, kredit, sud qarori yoki ortiqcha to'langan pensiya bo'yicha ushlab qolishlarga duch kelishi mumkin. Agar pensiyangiz odatdagidan kam tushsa, darhol davlat kamaytiribdi deb o'ylamang. Avvalo bankdan ko'chirma oling, keyin pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Ba'zida ushlab qolish qonuniy asosda bo'ladi. Ba'zida esa texnik xato bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov qaytarilishi mumkin. Masalan, inson biror nafaqa yoki qo'shimcha to'lovni olish huquqini yo'qotgan. Lekin ma'lumot kech yangilangani uchun pul bir necha oy davomida tushgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun tushdimi? Demak, meniki deb beparvo bo'lmaslik kerak. Agar nima uchun qo'shimcha pul tushganini bilmasangiz, pensiya bo'limidan izoh oling. 4-nozik jihat. Ishonchnoma bilan pensiya olish. Keksalar ko'pincha farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va bank talablari to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Eskirgan ishonchnoma bilan pul yechishda muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa yotoqda yotgan, harakatlana olmaydigan pensionerlar uchun bu masala oldindan hal qilinishi zarur. 5-nozik jihat, boshqa hududga ko'chish. Pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chsa, pensiya ishini ko'chirish, manzilni yangilash, to'lov shaklini aniqlash talab qilinadi. Agar bu ishlar o'z vaqtida qilinmasa, bir oy yoki undan ko'proq kechikish bo'lishi mumkin. Pul yo'qolmaydi, lekin olish jarayoni cho'ziladi. Keksalar uchun esa bir haftalik kechikish ham katta muammo. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar bor. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qiladimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi? Yaqinda almashtirilgan bo'lsa, bank va pensiya bo'limida yangilanganmi? Shuni aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bankka boring. Pensiya tushadigan kartamni yangilamoqchiman. Hisob raqamim o'zgarmaydimi? Pensiya to'lovi uzilmaydimi? deb aniq so'rang. Bankdan yangi karta olganingizdan keyin SMS xabarnoma ulanganini ham tekshiring. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar pensiyangiz miqdori o'zgargan bo'lsa, kechiksa yoki qo'shimcha to'lov haqida eshitsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori, hisob-kitob asoslari va mavjud qo'shimcha to'lovlarga huquqim bor yo'qligi yuzasidan tushuntirish berishingizni so'rayman. Arziga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank rekviziti, qo'shimcha hujjatlar nusxasini ilova qiling. 4-qadam, ish stajingizni qayta ko'rib chiqing. Mehnat daftarchangizda tushunarsiz yozuvlar, nursiz sahifalar, noto'g'ri sana, korxona nomi o'zgargan holatlar bo'lishi mumkin. Agar biror davr hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxivga so'rov yuboring. Arxiv ma'lumoti topilsa, pensiya qayta hisoblanishi uchun asos bo'lishi mumkin. 5-qadam, nogironlik. Boquvchisini yo'qotganlik yoki imtiyozli toifa bo'yicha hujjatlarni yangilab qo'ying. Tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjati, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi kabi hujjatlar ayrim hollarda kerak bo'ladi. Hamma hujjatning asl nusxasini uyda saqlang, nusxalarni esa alohida papkaga joylang. 6-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Men har doim aytaman, internetdagi har bir xabar to'g'ri bo'lavermaydi. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi bo'limidan, My.Gov.uz portali orqali mahalla mas'ullaridan yoki bankning rasmiy aloqa markazidan tekshiring. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz oshishi uchun karta raqamingizni, SMS kodingizni ayting desa, hech qachon aytmang. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Bank ham, davlat idorasi ham SMS kod so'ramaydi. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p bu bobolar internetdan foydalana olmaydi. Bank ilovasini bilmaydi. SMS o'qimaydi. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq yoniga boring yoki qo'ng'iroq qiling. Kartasi muddati, hujjati, telefon raqami, manzili, pensiya miqdori haqida so'rang. Bu oddiy e'tibor kelajakdagi katta muammoning oldini oladi.
Agar 12 iyuldan keyin yoki undan keyingi to'lov kunlarida pensiyangiz odatdagi vaqtda tushmasa, birinchi navbatda vahima qilmang. Bankomatga qayta borish yoki boshqalardan qarz olishdan oldin sababini aniqlang. Bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Hisob faolmi, karta bloklanmaganmi, pul kelib tushganmi? Agar bank bizga mablag' kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar bank mablag' kelgan, lekin karta bilan muammo bor desa, masala bankda hal qilinadi. Agar pensiya kam tushsa, bank ko'chirmasini oling. Unda kirim, chiqim ushlab qolishlar ko'rinadi. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Nega kam tushdi degan savolga og'zaki javob bilan cheklanmang. Raqamlarni ko'ring. Masalan, asosiy pensiya qancha, ustama qancha ushlab qolish bo'lsa, nega? Qaysi qaror yoki hujjat asosida bularni bilishga haqqingiz bor. Agar qo'shimcha pul tushsa ham sababini tekshiring. Balki qayta hisob-kitob bo'lgandir. Balki bir necha oylik farq to'langandir. Balki texnik xatodir. Sababini bilsangiz, keyin ortiqcha to'lovni qaytaring degan kutilmagan talabdan himoyalanasiz. Demak, 12 iyuldan boshlab pensionerlar uchun asosiy yangilik shuki, pensiya tizimida ma'lumotlarni aniqlashtirish. Elektron tekshiruvlar, bank va hujjat ma'lumotlarining mosligi yanada muhim bo'ladi. Bu ko'pchilik uchun qulaylik va hatto qo'shimcha imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin hujjati eski, kartasi muddati tugagan, manzili o'zgargan yoki staji to'liq hisobga olinmagan odamlar albatta harakat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq pasportingizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, yashash manzilingizni va pensiya hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyinchalik bir oy yugurib yurishdan qutulasiz. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari qanday bo'lyapti? 13 iyuldan keyingi o'zgarishlar haqida sizga xabar berishdimi? Pensiyangiz oshdimi, kechikdimi yoki hammasi odatdagidekmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.